Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan yana Farik. Bugungi videomizda X2 yo'q serverda oddiy budniy kun. Bugun biza bitta ish tekshiramiz, ya'ni Aqualank vodolazda ishlab ko'ramiz 1 soat. Qani 1 soatda nech pul ishlab topsa bo'lar ekan. Videoni ko'rishdan oldin like bilan podpiskani bosib qo'yamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Biz hozir eng arzon ribalovniy magazinga keldik. Bizga 3 ta dona Aqualank kerak bo'ladi. Har bittasi 35 mingdan ekan. Biz hozir Batirova ribalovniy magazindamiz. Qolgan joylarda 60 ming tepasida, lekin eng arzoni mana shu. Kirish ham tekin, Aqualank ham arzon. Har bittasini olgandan keyin bitta ryukzakka joylashtirish kerak buni. Tak, yana bitta olsak bo'ldi ekan. 35 ming bam. 35 70 105 ming ketdi menimcha. Ko'ramiz o'zini ishini oqlarmikan yo'qmi. Yana bir marta qaytaraman, bu X2 yo'q paytda oddiy budniy kunda ishlaymiz. O'sha rahbariyatlar aytishi bo'yicha obnovleniyadan keyin bu ishni ham obnovit qilishgan ekan. Qanaqadir o'zgartirishlar kiritishgan ekan. Ko'ramiz, tekshiramiz. Lekin ular aytishi bo'yicha X2 da ko'proq ishlasa bo'ladi. Mayli biz bez X2 da ishlab ko'raylikchi. Agar 200 mingdan oshiq pul topsak, keyingi videoda уже X2 da ishlab ko'ramiz. Rulda mana o'zim o'sha sevimli shofyorim. Bu uchishni zo'r biladi. Prosta qo'nishda, parkovkalar qilishda chichvoradi prosta. O, yaxshi. Неужели? Yo'q. O, da, как без этого? Hop, buni ishni boshlashdan oldin FPS ni 20 ga tushirib olish kerak. Ko'ringlar, komandani eslab qolinglar. /FPS limit 20 qilamiz. Keyin настройкаga o'tib, grafikaga bosib, низкий qo'yib turib, ограничитель kadrni yoqib qo'yamiz. Уже сразу ekran qorchishni boshlaydi. Zato lekin tez suzadi. Buni обязательно qilinglar, чтобы tez suzish uchun. Vaqtinglar tejaladi shunda. Bu joyga обязательно vertolyotda kelish shart emas. Sizlar o'sha armiyada eng tepasida o'sha vodolazlarni ochkisini qilib qo'ygan joyga kelib turib, bu yoqqa peshkom suzib kelsalar ham bo'ladi. Faqat oldindan terib olish kerak uni FPS, limit FPS bilan ограничитель kadrni. Hop, bu joy prosta ko'rsatish kartada men esimdan chiqib qoldi, uzr. Hozir kartaga yozsanglar ham bo'ladi, Работа Ribalov, работа Kribalov bir balolar, xullas kemalar turadigan joy topib kelasizlar, o'shdan yo'lga peshkom suzib kelasizlar. Bizga faqat metal krossovka tushyapti. Krossovka kerak emas, uni antikvarda olmaydi. Krossovkani sразу tashlab yuborsanglar ham bo'ladi, уже sразу tashlab yuborish kerak. Keyin har bitta Aqualank kiyimi 20 minutgacha ham yetadi. Bizda 3 ta bo'lsa, bu degani 20 rovna 1 soatga yetadi. Lekin bitta bolani aytishi bo'yicha aytdiki, menga Aqualankda ishlasang, X2 da 40 minutdan keyin уже tushishni boshlaydi, stoyishi narsalar deganda. 40 minutdan keyin. Bu degani ikkita Aqualank tugatib, uchinchisini taqib turib tushganinglardan keyin уже zolotoy 2 rubl tangalar tushadi. Keyslar tushishni boshlaydi. Lekin birinchi, ikkinchi Aqualank taqib ishlaganingizda 40 minut ichida faqat metal, telefon, notebook, yana balobatlar. Xullas, arzimaydigan narsalar tushar ekan. Biz hozir ko'ramiz, sabr qilib ishlab ko'ramiz, lekin bizda X2 yo'q. Burasi oddiy kunda ishlab ko'ramiz. O'sha taktik ishlarmikan, yo'qmi tekshiramiz. Agar ishlamasa, значит shanba yakshanba kuni обязательно yana X2 bo'lgan paytda yana bu ishni tekshirib ko'raman men обязательно. Chunki menga aytishi bo'yicha 1 milliondan oshiq ishladim dedi. Mana o'sha 3-chi Aqualankni ham taqib tushdim yerga, suvni tagiga to'yis. Oxirgi Aqualankam 20 minut tushmasa tushmadi. Tak, Klonskiy case suvda. Taktika ishlayapti lekin. Rovna mana 40 minut ishladim, 3-chi Aqualank taqdim, o'sha suvni tagiga tushishim bilan o'sha case tushishni boshladi. Endi ko'ramiz, tanga tushadimi yo'qmi. Yo'q, o'rtoqlar, серьезно, bu ishni lekin X2 paytda tekshirib ko'rish kerak, обязательно.
oddiy kunda keys tushayotgan bo'lsa, значит ikki paytda normal narsalar tushishi kerak bu yoqqa. Kim bo'lsa hozir keyslar narxi juda ham osmon bo'lib ketgan. Bilmayman, men kecha lekin kirib kioskani aylanib chiqqanimda hayron bo'lib qoldim ko'rib narxlarni. 100 ga turadigan keyslar, oddiy keyslar 250-300 turibdi. Chunki rahbariyatlar aytishi bo'yicha kelayotgan обновлениyadan keyin уже fix qilar ekan mana shu keyslarni ham. Ekonomikani joyiga tushirishar ekan. O'shaning uchun hammani millionerlar optim sotyapti keyslarni. Hozir как раз keys ishlab turib sotadigan payt. O'shaning uchun ishlab olinglar, novichoklar. Keys tushiradigan ishlarni men har bittasini ko'rsataman sizlarga. Mana biz уже почти 1 soat ishladik. Ровно 1 soat bo'lmasa ham 1 soatga yaqin ishladim. Tak, bizda bu yerda shunda inventarda 1 2 3 4 5 6 ta telefon, 2 ta notebook, bitta singan iPhone, qolgani remishokmi nima edi xullas o'sha narsa soatga. Buni ham antikvarda sotsa bo'ladi. Bitta keys Klonskiy. Buni ham normalniy pulga sotsa bo'ladi. Hozir biz buni hammasini sotib ko'ramiz, necha pul ishlaganimizni. Metal, metal. 129 kilo metal ishlanma. 55-57 minutlar ishladim. Salkam 1 soatda xullas. Bular narxini lekin to'g'risi bilmayman. Tak, keldim. Har bitta telefon narxi 2796 rubl ekan. Bizda bundan 6 ta. Ters sotamiz. Narxini hozir ekranda ko'rsataman. Necha pul ishlaganimni. Antikvar o'zida. Singan iPhone arzon ekan, 1000 rubl, notebooklar 15 mingdan. Buni lekin zapchastki notebookini svalkadan olib turib, remont qilib turib, qimmatroqga sotsa ham bo'ladi. iPhone 1000 rubl, remishoklar 500 dan ekan. Mayli, sotib ko'ramiz. Qancha chiqarkan hammasi bo'lib. Наконец-то sotib oldim. Hammasi bo'lib shunda bizda chiqdi 58276 ming. Yomon emas. Bizda oldinda yana metal bor. Klonskiy keysimiz bor. O'shalar bilan normal lekin oyoqqa turib olsa bo'ladi. 1 soatga lekin yomon emas. Hozir metalni sotamiz, ko'ramiz necha pul berar ekan. Tak, shofyor, поехали. Bu yoqda mana bizlarni banda deb bolalar ham kelib qanaqadir dvижениялар qilib yotishgan ekan. Antikvarga narsalarni sotib, молодцы. Лучшие чемпионы мои. Mani chempionlarim deb ular mani qattiqlarim. Tak, metalni sotamiz endi. 129 kilo metal. Tak, 90300. Yomon emas 1 soatda 300 ming pul. X2 yo'q payt. Agar xohlasanglar kommentariyada plus qoldirsanglar, keyingi videolarda X2 paytda qanaqa qilib 1 soatda 1 milliondan oshib pul ishlash yo'llarini o'rgataman. Tagda keyingi videolarda ko'rishguncha. Пока.